Biz tekst tayyorlash bir maqola yoki material tayyorlash jarayonida ba'zi darajalik mazmunlarni yozishga ehtiyojimiz shudur. Ya'ni tezis bo'yicha turlarga bo'lib yozamiz. Bundaq vaqtda Word'ning o'zining ta'minlagan tez iqtidorini paylansak, bu nihoyat qulaylik bo'ldi. Buni men tuanda bir amaliy misol orqali ko'rsatib o'tmoqchi. Bu yerda men ko'rsatmoqchi bo'lgan misol. Ben odatda maqola yozgan vaqtimda yoki bir material tayyorlagan vaqtimda bu materialninki umumiy qurilmasini kallamda bir belgilab olaman. Ya'ni qaysi turlar bo'yicha yozaman deganga o'xshash. Bu aniq oydin bo'lib bo'lgandan keyin ondan yozishni boshlayman. Masalan, men mushuk haqida bir maqola yozmoqchi deb qaraylik. Mushuk. Endi buning ichida men bir qancha narsani yozishim mumkin. Masalan, mushukni tunishtirishim mumkin. Mushukninki yashash odati, turmush usuli deganlarni tushuntirishim mumkin. Endi mushukning turlarini, mushukning foyda ziyni deganga o'xshash. Bundaq narsalarni maqolani yoki materialni bir boshdan boshlab yozib ketish u yaxshi usul emas. Cho'qim qaysi maqsadga yetmoqchi, nimalarni yozmoqchi, buni oydinlashtirish kerak. Shunga bundaq vaqtda oldi bilan buniki tezis tuzib olsak eng qulaylik. Tezisni odatda Word'da bu yerda tezis belgisi var. Muşunu bassak bir chikit paydo bo'ldi. Mushu buncha yozsak bo'ldi. Agar son bilan yozilganlar bo'lsa, birinchi, ikkinchi deganga o'xshash. Masalan, shirkatning tuzumi 10 moddalar. Bunda vaqtda bu darajalik yozsak bo'ldi. Bu birincisi tuganda, ikkinchisi avtomatik numara qatladi. Yoki bo'lmasa maqolaga o'xshash son yozilmaydigan tezislar bo'lsa, buni bu xil usul yozsak bo'ldi. Masalan, men oldi bilan mushuk haqida men bu yerda mushukni tushundirmoqchi. Hamda mushukninki yashash odati, mushukning turlari, mushukning foydaliq taraflari, mushukning ziyni, xulosa deganga o'xshash. Demak, men bir maqolninki umumiy qurilmasini bitirib oldim. Men mushu qurilmaga asosan maqolani yozsam bo'ldi. Mushundaq vaqtda tezisni tuzib oldik. Endi bu yerga buningki tafsiliy mazmunlarini ostiga yozsak bo'ldi. Masalan, yana bir tur qatamsa deydi, men qatmayman. Yana bir enter bosib bu yerdagi tezis yo'q bo'ldi. Ostiga yozaman. Masalan, mushuk deganimiz mushuk oilasidagi jug'i kichik, 4 putli, quyruq uzun bir xil hayvon. Kechasi harakat qilib kunduz uxlaydi deganga o'xshash tushuntirishlarni yozishim mumkin. Mushundaq yozib her bir turning ostiga munosabatli mazmunlarni yozsam, mening maqolam avtomatik holda tamomlandi. Hamda bu tezis yozgan vaqtda yana ba'zi tarmoq tezislarni yozishimiz mumkin. Mushu asos tizimlikning ichiga tava. Bundaq vaqtda yana tarmoq tizimliklarni buningga qo'shib yozavergil bo'ldi. Masalan, mushukning turlari deganga interni bosdim, yana bir quruq qatamsizda qatman, lekin bu mushukning turlarining ichidagi tarmoq tezis. Bunda vaqtda men knopka taqsidan tab knopkasini bossam, bu tarmoq tizimlik bo'ldi. Yoki bo'lmasa bu yerda tabga o'xshash yurishtiradigan belgi bor. Solga bir daraja yurishtirsam, yana mushundaq tarmoq tizimlik oldu. Eğer ben bunu cho'ng tizimlikka kelmoqchi bo'lsam, o'ngga yo'nalgan buni bossam, cho'ng tizimlik oldu. Tarmoq tizimlik qildim. Mushuk, tala mushki, uy mushki deganga o'xshash turlarga bo'ldi. Albatta bu misol amaliyotda undaq emas. Mushunga o'xshash tizislarni tizib yozsak bo'ldi.
Uningdan boshqa bayat ko'rsatilganga o'xshash buniki sonliq tizimlik bor. Ondan son harf aralashgan tizimlik bor. Ondan bu tizisninki bu yerda chiqadigan belgilarni biz xohlagancha o'zimiz tanlab o'zgartib bera olamiz. Masalan bu yerni bosgandan keyin hozir bu yumaloq chikit holatda. Men buni to'rt burchak chikitga o'zgartira olaman yoki bu xil belgiga yoki bu belgilarga o'xshash. Bundan qaysini tanlab bersam bo'laveradi. Tarmoq tizimliklarni o'xshash o'zgartira olaman. Masalan buni to'rt burchakka o'zgartib qo'ydim. Yani bu tizisning qo'llanilishi. Albatta sonliq tizimliklarni ishlasakmi o'xshashlar bo'laveradi. Masalan birinchi tema buningki men xohlagan gapni yozib qo'yay. Osmon, ikkinchisi uchinchisi dengiz deganga o'xshash. Bu avtomatik yozilib ma'lum. Bu mu darajalik tizis. Buni ehtiyoj ko'rilgan vaqtda shunday ishlasak bo'ladi. Hamda buning yana bir foydasi biz ko'p sonlar bilan daraja bilan yozilgan narsalarni yozgan vaqtimizda bu avtomatik qo'yilgan bu xil darajani ishlatmay qo'limiz bilan son yozsak, masalan birinchi mandaq, ikkinchi mandaq, uchinchi mandaq deb yozib bir vaqtlar kelganda oraliqqa bir son qisqa olsak bu yerda keyindagilarning hammani o'zgartirishimizga to'g'ri kelib qoldi. Qo'l bilan yozganda. Navada avtomatik bu darajani ishlasak, masalan, men birinchi bilan ikkinchining orasiga yana bir narsa qisqarmoqchi bo'lsam, Enterni bassam bu yerda ikkinchi qisqirildi, ikkinchi, uchinchisi, uchinchi, to'rtinchi oldu. Bu avtomatik o'zgaradi. Yani bizga nihoyat qulaylik. Keyingisini o'zgartirishning hojati yo'q. Bunimi ehtiyoj bayada chuqum shuni ishlasak qulay holatda tekst tahlil olamiz. Tizis va darajalik tizis to'g'risidagi so'zlamoqchi bo'lganlarimiz shu yerda tugadi.